Salom. Bugungi yangi narsa bu vakuumli quritish pechi. Ushbu uskunalar transformator izolyatsiyasini quritish uchun mo'ljallangan. Qattiq izolyatsiya transformatorlarning eng muhim komponenti ekanligi ma'lum va uning dielektrik parametrlari namlik bilan ifloslanish darajasiga bevosita bog'liq. Zamonaviy transformatorlar murakkab tizimlar bo'lib, ular maxsus xizmat ko'rsatishni talab qiladigan materiallarni, shu jumladan ishlash haroratlarini o'z ichiga oladi. Ushbu mashinada bu masala yumshoq isitish va ichki havo aylanishi orqali kameraning hajmi bo'ylab issiqlikning bir xil taqsimlanishini amalga oshirish orqali hal qilinadi. Albatta, vakuum tizimi orqali suvsizlanish yanada kuchaytiriladi. Mashinaning asosiy ishlash rejimi avtomatlashtirilgan. Operator shunchaki kerakli jarayon bosqichlari va haroratlarni belgilaydi. Jarayon davomiyligi va vakuum. E'tibor bering, ushbu modifikatsiyada mashina to'liq holda boshqarilishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, pech nafaqat transformator izolyatsiyasini quritish uchun, balki boshqa jarayonlar uchun ham moslashtirilishi mumkin. Bular orasida kukunlar, granulalar, bo'yoqlar, dori-darmonlar, yarim o'tkazgichlar, piplar va boshqa elektron komponentlarni yumshoq quritish kirishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, vakuumli quritish har doim mahsulot yoki material nozik ishlov berishni talab qilganda va yuqori haroratda zarar ko'rish xavfi mavjud bo'lganda zarur. Biz yangi g'oyalar va muloqotni qadrlaymiz. Qaysi dizayn yechimlarini muvaffaqiyatli deb hisoblayotganingizni bizga bildiring. Boshqaruv tizimi ortiqchaligini o'rnatish qanchalik ma'qul? Infraqizil isitish tizimi havoni elektr isitgichlar bilan isitish bilan solishtirganda qanday afzalliklarga ega? Sizningcha jarayonning qaysi qismlari ham avtomatlashtirilishi mumkin? Bizning veb-saytimiz www.globetery.com da ko'rishguncha.